Planlar ketma-ketigini bilmay kontent olish notani bilmasdan musiqa chalishga o'xshaydi. Like bosib obuna bo'ling. Hozir sizga syomkada Gollivud ishlatadigan texnikalardan birini o'rgataman. Tushunishingiz uchun aytaman. Masalan, kitob o'qimoqchisiz, avval muqovaga qaraysiz. Buni общий plan desak bo'ladi. Ya'ni qaraganda umumiy tasavvurni olasiz. Keyin esa kitobni ochib, sarlavhani o'qiysiz. Buni крупный planga taqqoslasak bo'ladi. Ya'ni asosiy ma'noni tushunib olasiz. Keyin esa asosiy matnni, jumlalarni o'qiysiz. Buni detalli planga taqqoslasak bo'ladi. Agar kitob faqat bir xil shrift, bir xil hajmda ketma-ket harflarda yozilgan bo'lsa, uni o'qiysizmi? Yo'q albatta, chunki bu juda zerikarli bo'ladi. Kontent syomka qilganda ham xuddi shunaqa, faqat bir xil masofadan olish tomoshabinni zeriktiradi, o'tkazib yuboradi. Kontentlaringizni siz ham mana shu 6 xil planda syomka qilsangiz agar, qiyin montajsiz ham professional ko'rinadi. Ko'z zerikmaydi, diqqatni tortadi. Birinchisi dальний plan, juda uzoqdan ko'rinish. Ikkinchisi общий plan, ya'ni umumiy ko'rinish. Uchinchisi средний plan, o'rta masofa. To'rtinchisi крупный plan. Beshinchisi portret, ya'ni yuz yoki bel qismi. Oltinchisi esa detalli, ya'ni mayda detallarni ko'rsatish. Agar siz ham qanaqa qilib planlar ketma-ketligida to'g'ri syomka qilishni, professional qilishni o'rganishni xohlasangiz, pulli video kursimni sizga bepul beraman. Maza qilib o'rganib foydalaning. Darslikni olish uchun menga obuna bo'lgan holatda kommentariyada plan deb yozing. Sizga ushbu darslikni yuborib qo'yaman va bu videoni esa syomkaga qiziqadigan yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.